Yo Buxoro nima gap va nihoyat sizlar kutgan videoni tayyorladik. Shahrimizdan sotilayotgan bir xonali kvartiralarni to'plab turib bitta videoga jamladik. Bilasizlar, eng bozorda chaqqon kvartiralarimiz bir xonali kvartira hisoblanadi. Pul budjet qilishga ham arziydigani shu bo'ladi. Videomiz davomida ko'radigan kvartiralarimizni ikkilamchi kreditga to'g'ri keladiganlari ham bor. Ya'ni 30%, 40% ni to'lab turib, qolganini Cheres bank ham hallab beraveramiz. Ofisimizning manzili o'sha 5-mikrorayon Lagmandan o'tib kelaverishda o'ng qo'lda yoki 7 go'zalni ro'parasidagi Alfa ko'chmas mulk agentligi haftani hamma kunlari ertalabki soat 9:30 dan kechki soat 7 gacha sizlarning xizmatlaringizda biza ming bora eshitgandan bir bora ko'rgan yaxshi. Qani bir xonali kvartiralarimizni ko'rishni boshladik. Birinchi qavatdan g'ishtli domdan bir xonali kvartira sotuvga qo'yiladi. Podvallari bilan birgalikda 40 metr kvadrat birinchi qavatimiz plus 40 metr kvadrat podvallari bilan birga konditsionerimiz bor, qandilimiz bor. Markaziy issiqlik tizimiga ulangan, oyoqdagi yaxshi holatda turibdi. Patologlar ham yaxshi holatda turibdi. Kamchiligini ham aytib o'tishimiz kerak. Devorlarga bitta o'zlaringiz qaytib mehr berasizlar. Xohlasalaringiz shu o'zida rangida asvejit qilib yuborasizlar yoki bo'lmasa aboy qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Ichki eshiklarga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi MDF eshiklardan o'lsa o'lik ortiq deydi-ku shunaqa eshiklardan, chunki bular juda ham uzoq vaqt xizmat qiladigan yog'och eshiklar o'rnatilgan. Sanuzol xonasida umuman rasxod yo'q. Suv iskichlarini originalidan o'rnatganlar. Unitazlar yaxshi holatda turibdi. Bu yoqda esa kvartiramizning yuvinish xonasi, devorlari to'liq kafil qilingan. Bu yog'imiz ham o'zini simsetillarda turibdi. Xo'p, oshxonamizga to'xtaladigan bo'lsa, gaz plita, vitishka, kuxni garnitur oldida mana bunaqa kir mashinalari bilan birga turibdi. Bu yoqda uголок stol qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Podvalni ham rasmini pastda qoldirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'ringlar. Manzilimiz trikotaj 7-poliklinika oldidagi dvorli elitni domda tinch obod mahalla, begonalar kirib chiqmaydi, 4 tomon o'ralgan. Liftlari ishlab turgan yangi qurilgan g'ishtli domdan bir xonali kvartira hamyonbop narxga sotuvga qo'yiladi. Kvartiramiz sal kompaktniroq, maydoni 30 metr kvadrat. Kirganda prямо xonasi bo'ladi, как studiya stilida. Bu yoqda sanuzol xonasi hamda oshxonasi bo'ladi. Oldinda ochiq balkonlar bor, konditsionerlar o'rnatilgan, oyoqdagi gilamlar to'shalgan, devorlari mo'ysha bo'y. Xo'p, xonaning ikkinchi tomonidan hozir ko'rinishlardan uni bittasizlarga ochiq balkonlarni ham ko'rsatib o'taman. Asosiysi shahrimizning markazida Gorgaz ostanovkadagi domda joylashgan kvartiramiz. Xonaning ikkinchi tomonidan ko'rinishlari. Bu yoqda esa oshxonasi bo'ladi. Kir mashinamiz bor, двухкамерный холодильнigi bor, gaz plita, vitishkalari bor, kuxni garniturlari bor, двухконтурный kotel o'rnatib qo'yilgan, plast derazalarda turibdi. Xo'p, davom etamiz. Kvartirani pulni zayin qilish uchun ham o'salaringiz agar zo'r markaz joyda joylashgan, shu turishida ham 1,5 milliondan 150 dollargacha ijarachi topshirsangiz bo'ladi. Ijarachilarga rakvina, unitaz, mana bunaqa dushlari bor kvartiramizda. Kimga qiziq bo'lsa, agar raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'rsangiz bo'ladi. Saxirni bolnitsaning darvozasini qarama-qarshida turibmiz. Bu yog'i Fayzobod masjiddan kelib, Monika Choraxaga o'tib ketadigan yo'lning yoqasida turibmiz. Shu yo'l yoqasida qad rostlagan 8 qavatli yangi g'ishtli liftli domimizdan juda ham hamyonbop narxga kvartira sotuvga chiqqan. Hozir ichkariga kirib videoni davom ettiramiz. Arzonroq narxda bir xonali korobka holatdagi kvartira bo'lsa, olib o'zim remont qilaman deydiganlar uchun 7-qavatdagi 42 metr kvadrat maydonga ega steyajka shkatulkalari qilib qo'yilgan. Kirishimiz bilan chap qo'lda prixoshka qilishga mo'ljallangan kattagina koridor, o'ng qo'lda bo'lsa agar hojatxonasi, ya'ni sanuzol xonalari, suvlarga shotchiklar o'rnatib qo'yilgan. Bu yoqda kattagina xonasi, plast derazalarni yaxshisidan o'rnatganlar. Bu yoqda oshxonamiz ham kattagina, bir tomonda kuxni garnitur, bir tomonda o'tirib choy ichadigan sharoit qilsa bo'ladi va asosiysi balkon sevarlar uchun mana bunaqa katta ochiq balkonga ega. Oldlari reshotka qilingan. To'g'rida videoni boshlagan joyimiz Saxirni bolnitsa. Bu yog'i Monika Choraxadan kelib Fayzobod masjidga o'tib ketadigan yo'lning yoqasida Kapital bankni qatorida joylashgan domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Ko'rib turibsizki, hamma shotchiklari o'rnatilgan. Remontini qilib kelib yashaysizlar bo'ldi. 5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli domni 4-qavatdan bir xonali 36 metr kvadrat maydonga kvartiramiz barcha jihozlar bilan birga berilyapti. Kiraverishda prixoshkalar qilingan, o'tirib choy ichadigan joylari bor, oshxonalari ham tayyor turibdi. Bu yoqda esa kvartiramizning sanuzol xonasi, unitaz, vanna, rakvina, oyna va bunaqa nasoslar ham o'rnatib qo'yganlar, devorlari kafil qilingan. Bu yoqda esa kvartiramizning xonasi. Xonamiz anchagina katta, televizorlari bor, gilam pardalari bor va asosiysi mana bunaqa yangi mebellar qilib qo'ygan ekanlar. Kvartiramiz chista, asosiysi manzili 5-mikrorayon. Somiy ko'chasi 35-maktabga yaqin joyda, Aspkardonning oldida joylashgan. Hamyonbop narxga bir xonali tayyor kvartira izlab yurgan tanishlaringizga ulashib qo'yinglar.
Yangi g'ishtli domni birinchi qavatidan bir xonali zo'r bitta kvartiramiz yaxshi lokatsiyadan sotuvga qo'yilyapti. Kritini ko'chasi Buxoro Cityga yaqin joyda. Kirib kelganda shunday chiroyli prixoshkalarimiz. Bu yoqda esa kvartiramizni bo'lyapti xonasi. Xonamizni eni 4 metrga yaqin, uzunligi 5 metrdan oshadi. Kattagina xona. Umumiy maydoni hujjatda 39,5 ko'rsatilgan, lekin egalari biza 42 metr kvadratga pul to'laganmiz. O'lchasalar ham shuncha chiqadi deyaptilar. Chunki ichki перегородкаларning hisobiga 2 kvadrat atrofida minus bo'lgan. Xonasini ko'rdingizlar, kvartiraga hali hech kim yashamagan, sanuzul xonamiz. Devorlarimiz to'liq kafil qilingan holatda. Bu yoqda mana bunaqa chiroyli oynalari, rakvinalarimiz, lit unitazlar, suv isitgich, vannalarimiz smesitlar bilan batareyalargacha o'rnatib qo'yilgan. Ichki eshiklar ham hammasi yaxshi zakaznoy eshiklardan. Oshxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, 2 qavatli kuxni garnitur, bu yoqda moyka, vitishka, gaz plitasi, bu yoqda avtomat kir mashinamiz 7 kilogramlisidan va albatta issiqlik tizimi uchun dvухконтурli kotел o'rnatib qo'yilgan. Mana shu bir xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Ulgurib qo'linglar. Prosta pulni zayd qilishga olib qo'ysalar ham bu territoriyalarning narxi yildan yilga ko'tariladi va ijaraga berib qo'yishga ham birinchi qavat bir xonali eng yaxshi vigitni kvartira hisoblanadi. Mana shu kvartiramiz sotuvda высокопотолочный. Bir xonali kvartirani ikkinchi qavatdan yaxshi narxga zo'r lokatsiyadan topib qo'ydik. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda mana bunaqa chiroyli prixoshkalar qilib qo'yilgan. Bu yoqda kvartiramiz oshxonasi, sanuzul xonasi, eshiklari MDF eshiklardan, oyoqdagilar laminat qilingan, gilamlar to'shalgan, konditsioner o'rnatilgan, devorlarimiz aboy, tepalarga gipsokartonda ishlovlar berilgan kvartiramizni. Xo'sh, bu yoqda derazalari, pardalari qilingan. Ikkinchi tomondan xonamizni ko'rinishlari mana shunaqa holatda. Davom etamiz. Xo'p, kiraverish eshikning oldidagi prixoshkalarni ko'rdingizlar. Bu yoqda esa kvartiramiz sanuzul devorlarda dekor qilingan, suv isitgich, unitaz, rakvina, vannalari mavjud. Davom etamiz. Bu yoqda esa kvartiramizning oshxonasi bo'lyapti. Oshxonamizda xolodilnik, kir mashina, gaz plita, vitishka, kuxni garnitur moykalari bilan birga qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda uголок tashkil etsalar bo'ladi. Kvartiramiz lokatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, Detskiy bolnitsaning chorrahasiga yaqin joyda, Masla zavodida yangi ochilgan sport kompleksini yonida joylashgan. 4 qavatli g'ishtli domni ikkinchi qavatdan kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'ringlar. Haqiqatda zo'r lokatsiyada turibdi kvartiramiz. Qo'lida 10 mingdan oshiqroq puli borlarga через bank ikkilamchi kreditdan qilib berishimiz mumkin. 6-mikron Orientir yangi O'zbekistonda oldida joylashgan yangi qurilgan 3 qavatli g'ishtlik domimizni 2-qavatidan va 3-qavatidan bir xonali kvartira sotuvga qo'yilyapti. Proyektni ko'rsatib o'taman. Asosiy kirish eshiklari umumiy maydoni 45 metr kvadratni tashkil etadi. Anchagina keng xonasi, 2 ta deraza tushgan ekan. Yaxshi 2 qavatli plast derazalardan dokumentlari tayyor, kadastr bo'lgan уже. Bu yerda proyekt bo'yicha kvartiramizni yuvinish xonasi bilan hojatxona qismi, kanalizatsiyasi, sentralniy kanalizatsiya va kvartiramizning oshxona qismi. Narxi arzon narxda. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Yana bitta zo'r bir xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Kirganda prixoshkalari qilib qo'yilgan, barcha jihozlari qoladi, rasxodi yo'q. Bu yerda kvartiramizning xonasi, gilamlari to'shalgan, pardalari bor, konditsionerlar, qandillar, televizorlar qilingan holatda turibdi. Kelasizlar, yashaysizlar bo'ldik. Shuni olib ijaraga berib qo'ysalar ham bo'ladi. Xonamiz devorlari aboy qilingan holatda turibdi. Davom etamiz. Maydoni ham 40 kvadratdan oshiqroq, aniqrog'ini pastda yozib qoldiraman. Bu yoqda sanuzul xonasi, devorlari to'liq kafil qilingan holatda. Bu yoqda vanna, unitaz, rakvinalari. Davom etamiz. Bu yoqda 6 kishilik stol stullari qilib qo'yilgan, kuxni garniturlar zakaznoydan, gaz plita, vitishka, duxovkalari bilan. Bu yoqda dvухкамерный холодильник, tepada kladovka uchun joylari bor. Rakvinalari, xo'p, televizor, Wi-Fi'lari qilingan. Kvartiramiz markaziy issiqlik tizimiga ulangan. Derazasidan 35-maktab ko'rinib turadi, ya'ni 5-mikrorayon. Somi Asgardon Pavarot oldida qurilgan 4 qavatli g'ishtli domni 4-qavatdan bir xonali mana shu tayyor rasxod yo'q kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziq bo'lsa agar raqamlarimizga murojaat qilib kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Bir xonali kvartirani kattaroq maydonga egasidan pastki qavatdan so'raganlar uchun 2-qavatda joylashgan, maydoni 48 metr kvadratni tashkil etadigan ushbu kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Kuxni garniturlari qilingan, gaz plita, vitishkalarimiz bor. Dvухконтурli kotелlar o'rnatilgan. Oyoqdagi gilamlar to'shalgan, gilamlardan tayyor laminat, devorlarimiz mo'ysha bo'y, chiroyli qandillar ilib, pataloqlarga ham chiroyli ishlovlar berib qo'ygan ekanlar. Ichki eshiklar MDF eshiklardan ko'rib turganlaringizdek, sanuzul xonamizga to'xtaladigan bo'lsak, devorlari
kafil qilingan suv isitgichlar bor, unitaz, rakvina, vannalar hamma sharoitlari joyida kvartiramizni. Xonamiz anchagina katta, yo'liq, shinam. Kvartiramizning manzili Bolgarskiy posyolka, Vtorchermet Optim bozoriga yaqin joyda qurilgan 5 qavatli g'ishtli domni 2-qavatda mana shu bir xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. 5-mikron Jome ko'chasi Orientir Lagmanining oldida joylashgan yangi qurilgan 6 qavatli g'ishtlik domimizning 4-qavatidan bir xonalik tayyor kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Proyekt bo'yicha anchagina keng kiraverishda koridor, bu yerda proyekt bo'yicha xonasi, oshxona qismi, yuvinish xonasi bilan hojatxona qismi alohida. Umumiy maydoni kvartiramizni 43 metr kvadratni tashkil etadi. Balandligi 3,5 metr. Remonti kosmetika holatda, konditsioner bilan televizorni oladilar. Qolgan barcha jihozlari qoladi. Kvartiramizda isitish tizimi kocheldan, radiatorlari to'liq o'rnatilgan. Bu alohida sanuzul qismi, yuvinish xonasi va kvartiramizning hojatxona qismi. Alohida aristonam o'rnatilgan. Dokumentlari tayyor. Bu yerda esa proyekt bo'yicha kvartiramizning oshxona qismi, oshxona jihozlari, gaz, pechka, kotel regulovkasi, barcha qulayliklari mavjud. Mana shu kvartiramiz yo'l yoqasida joylashgan, birinchi liniyada. Kim yoqsiz bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bir xonali kvartirani 2 xonalik qilib foydalansa bo'ladigan varianti sotuvga qo'yilyapti. Chunki bunda mana katta 6 metrli balkon bor. Uzunasiga 560 ga, eniga deta 2 metrga yaqin bo'ladi. Shuning uchun 6 metrli balkon deyiladi. Avalon konditsioner, bu yerda turmolari, devorlarimiz yangi mo'yshabo'ylar qilingan. Eshik derazalarimiz barchasi almashgan. Bu yerda shkoflari bor. Gilamlar to'shalgan kvartiramizda. Bu yerda mebellari, televizori, pasta podstavkalari bilan hamma sharoitlari qilib qo'yilgan kvartiramiz. Bu yoqdagi derazalar ham almashgan, markaziy issiqlik tizimiga ulangan, chiroyli qandillar ilganlar kvartiramizda. Bu yoqda zakaznoy eshiklar, kiraverish eshigi, eshikdan shunday kirib kelasizlar. Bu tomonda kattagina koridor, oshxonaga ulanib ketgan. Bu yoqda to'liq kafil qilingan sanuzul xonasi, unitaz, vannalari bor. Oshxonamizda zakaznoy kuxonniy garniturlar, gaz plita, vitishka, moyka, kir mashina, двухкамерный холодильникlar. Bu hech qanaqa rasxod yo'q. Kelasizlar, yashaysizlar bo'ldi. Manzili O'zbekiyim Tojmahal to'yxonalariga yaqin joyda 34-maktabning yonginasida joylashgan. 34-maktab bilan orasi chiqsa bir 150-200 metr chiqadi. Maktab, bog'cha masalasi bo'yicha umuman muammo yo'q. Kelib ko'rib, mana shu kvartiraning sohibiga aylanib, 2 xonali kvartirani foydalanganda bemalol foydalanib yashasalaringiz bo'ladi. $9,900 evaziga tayyor bir xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. 5 qavatli panelli domni 5-qavatda joylashgan. Bu tomondan podyezddan kirib ketishimiz bilan prixoshka qismi, hojatxona va yuvinish xonasi. Bu tomonimizda oshxonamiz, bu tomonda esa xonamiz. Ochiq balkonlarga ham ega, joylashgan manzili saggilamlarning ro'parasida joylashgan. Oldida Chinormol targovut sentri ham bor. Pastda nomer qoldirdik. Ushbu raqamlarimizga bog'lanib kelib kvartirani ko'rishlaringiz mumkin. Hozirda ijarachi turibdi. $100 dan ortiqcharoq ijara haqi berib turibdi. Xohlasangiz ular ijaraga o'zlari turadilar yoki-da bo'shakishini sargina ta'mirlab, yo'q-yo'qlarini yaxshiroq summaga ijaraga berish ham mumkin. Pastda nomer qoldirdim. Ushbu raqamlarimiz bilan bog'lanib kelib kvartiramizni ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin. Asosiysi hech qanday hujjatlarni kutmaysizlar. Hujjatlar qo'limizda. Sizlar notarius orqali nomlaringizga rasmiylashtirib bera olamiz. Oshxonasini bitta ko'rsatib o'taman. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda oshxona qismi. Pastda nomer qoldirdik. Hammaga assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Buxoro shahar markazidan lokatsiyasi Gorgaz Indenimning orqa tarafida joylashgan yangi qurilgan 5 qavatli qishlik domimizning 5-qavatidan bir xonali kvartira korobka holatda sotuvga qo'yilyapti. Kvartiramizning umumiy maydoni 40 metr kvadratni tashkil etadi. Proyekt bo'yicha asosiy kiravish eshiklari anchagina keng. Koridor qismi, to'rda kvartiramizning yuvinish xonasi bilan hojatxonasi. Domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Shochiklarni ham o'rnatganlar to'liq. Bu yerda proyekt bo'yicha kvartiramizning oshxona qismi, birorta ustun o'tmagan xonasiga ham, oshxona qismida ham bir xonalik uchun ideal proyekt. Derazalar yaxshi 2 qavatli plast derazalardan. Bu kvartiramizning xonasi. Mana shu kvartira bir xonalik 5-qavat. 5 qavatli g'ishtlik dom. Juda ham qulay lokatsiya. Domimizning o'zi vitrin turibdi. Ulgurib qolinglar, hamyonbop narxda.
bir xonali kvartiramiz hamyon bu narxga sotuvga qo'yilyapti. Devorlar aboy qilingan, konditsioner, elitaparda, gilam, mana bu raskladnoy divanlar qoladi hammasi. Ochilib spalni bo'ladi. Kvartiradan olinadigan narsa bitta televizorimni, xolodilnigimni va kullerimni olaman dedilar. Qolgan jihozlari qoladi va ko'rpachalarni olib chiqadilar. Maydoni 38-40 kvadrat atrofida kiraverish eshigi, kirganda bu yerda sanuzul xonalari, devorlarda to'liq kafil qilingan, unitaz, suv isitgich, rakvina o'yinlari bilan vannalargacha qilib qo'yilgan hamma sharoit kvartiramizni. Kvartiramiz HBK больница oldida qurilgan 5 qavatli g'ishtli domni 5-qavatda joylashgan. Bu yerda esa kvartiramizni oshxonasi, o'tirib choy ichadigan stol stullari bor. Mana shu kullet bilan mana shu xolodilnik oladilar. Kir mashinasi, shkoflari, kuxni garniturlari qoladi. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar. Buxoro shahar HBK больница oldidagi domdan kvartira sotuvga qo'yilyapti.